Demak, hammaga salom. Bugun yangi bir mavzu o'tamiz. Funksiyani grafik almashtirishlar. Ko'pchilikka bu mavzu qiyinchilik tug'diradi. Demak, funksiya nimaligini hamma o'zi biladi, boshqa tushunchalar bor. Va hozir funksiyani grafik almashtirishlar to'g'risida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi e'tibor bering. Y teng f x funksiya berilgan bo'lsin. Mana bu funksiya bo'yicha ko'rib ketaveramiz. Xolos, u yoqda misollar ko'rsatib beraman. Demak, birinchi qiladigan ishimiz nima? Mana shu funksiyani ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiring deydi. Mana ox o'qiga simmetrik. Ox o'qiga simmetrik qilganimizda ox o'qiga emas, mana bu y ning oldiga minus qo'yib qo'yiladi. Mana minus fx. Tushunarli? Demak, ox ga nisbatan simmetrik ko'chirganimizda minus y teng fx deb yoziladi. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz mana oy o'qiga simmetrik ko'chiring. Oy o'qi deganda biz x oldiga minus qo'yib qo'yishimiz kerak. Demak, y teng f minus x. Mana. Demak, keyingi uchinchisi, mabodo koordinata boshiga nisbatan simmetrik ko'chiring desa, koordinata boshiga biz ham y ni ham x oldiga minus qo'yib qo'yamiz. Demak, minus y teng f minus x. Mana bu funksiyalar hosil bo'ladi. Endi sizlarga ko'pincha savol tushadi. Mana shu funksiyani qandaydir x teng a to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chiring. Bunda nima qilinadi? Y teng, qarang. X teng a desa, x ning joyiga 2a minus x qo'yib yuboramiz. Mana formula tushunarli. Mana bu yerda x o'rniga f 2a minus x qo'yamiz. Xo'p, beshinchisi, agar y teng b ga nisbatan simmetrik ko'chiring desa, biz y ning o'rniga 2b minus y ni qo'yib yuboramiz. 2b minus y. Shunda funksiyamiz 2b minus y barobar f x ko'rinishiga keladi. Endi mabodo bir vaqt o'zida bajaring desa, bir vaqt o'zida ham x a ga y teng b ga nisbatan yokida mana bunaqa misol beriladi. A nuqta beriladi, koordinatasi a va b ga nisbatan simmetrik ko'chiring desa, biz x o'rniga 2a minus x, y o'rniga 2b minus y qo'yib, 2b minus y teng f 2a minus x funksiyani hosil qilamiz. Endi yettinchisi, funksiyani qandaydir vektor bo'yicha parallel ko'chirish. Mana masalan, bizda a vektor berilgan, e'tibor bering, uning koordinatalari x0 va y0. Bunda qanday funksiya hosil bo'ladi? Bunda bizda y minus y0 teng f x minus x0 funksiya hosil bo'ladi. Bu vektor bo'yicha funksiyani parallel ko'chirish. Demak, 8-inchisi, funksiyani ox o'qi bo'yicha oldinga chapga siljiting degan misollar ko'p tushadi. Mana masalan, x o'qi bo'yicha oldinga surishimiz uchun biz mana e'tibor bering, y teng f x funksiyani mana bu ko'rinishda yozsak, y teng f x minus a ko'rinishda yozsak, bu o'ng tomonga a birlik siljigan bo'ladi. Agar biz buni y teng f x plus a ko'rinishda yozadigan bo'lsak, bu chap tomonga a birlik siljigan bo'ladi. Agar y teng f x plus b ko'rinishda yozsak, funksiyamiz b birlik yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. Agar y teng f x minus b ko'rinishda yozsak, funksiyamiz b birlik pastga siljigan bo'ladi. Mana sizlarga 8 ta ma'lumot. Ana endi shu 8 ta ma'lumotga 8 ta misol ko'rsataman. Mana masalan, biz funksiya qilib bir osonroq funksiyani olamiz, chunki har qanday boshqa funksiyada ham shu xossa o'rinli bo'ladi. Mana men y teng 2x minus 5 chiziqli funksiyani oldim. Shu chiziqli funksiyani mana shu yerda 8 ta holat bo'yicha qo'yib chiqamiz. Masalan, birinchisi ox o'qiga biz simmetrik ko'chirishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Y oldiga minus qo'yib yuboramiz dedim. Demak, minus y teng 2x minus 5. Bilamizki, funksiya mana bu y oldida minus ko'rinishda turmasligi kerak. Buni yo'qotish uchun biz minus 1 ga ko'paytiramiz. Shunda bu y teng minus 2x plus 5 ko'rinishiga o'tadi. Mana.
Ikkinchisi OY o'qiga. OY o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirganimizda minusni mana bu x ga qo'yib yuboramiz. Qarang, bu yerda x ni joyiga minus qo'yib yuborsam, ya'ni minus x qo'ysam, nima bo'ladi? Qavsni ochsak, y teng minus 2x minus 5. Mana hosil bo'lgan funksiya. Uchinchisi, bizda o'sha funksiyani koordinata boshiga, ya'ni x y teksligiga nisbatan almashtiring desa, biz ham y ning oldiga ham x ga minus qo'yib yuboramiz. Shunda mana bu funksiya hosil bo'ladi. Buni minusini yo'qotish uchun men hozir minus 1 ga ko'paytiraman. Nima bo'ladi? Y teng, bular plus bo'lib ketadi. 2x plus 5. Mana bu funksiya hosil bo'ladi. To'rtinchisi x teng a ga nisbatan. Endi e'tibor bering, a ga biz xohlagan bir son olishimiz mumkin. Misol uchun x teng 3. 3 ga nisbatan simmetrik ko'chirish. Men bilaman, x ni joyiga nima qo'yamiz? 2 minus x qo'yamiz. A ni joyiga 3 qo'yadigan bo'lsam, bu 6 minus x bo'ladi. Endi bizda funksiyamiz y teng 2 ko'paytirilgan 6 minus x minus 5 ko'rinishiga keladi. Qavsni ochib yuboradigan bo'lsak, y teng 12 minus 2x minus 5. Endi buni sal tartiblab yozib qo'yamiz. Y teng minus 2x plus 7. Mana bu ko'rinishga keldi. Demak, bu 4-inchisi, ana endi 5-inchisida y teng b ga nisbatan. Demak, buni ham joyiga biz xohlagan bir son olishimiz mumkin. Endi shartida, misol uchun y teng 2 ga nisbatan desin. Bunda biz b ni joyiga 2 ni oldik. 2b minus y'imiz nima bo'ladi endi? Y teng 4 minus y. Ya'ni y o'rniga mana shu narsani yozishim kerak. Shunda 4 minus y barobar 2x minus 5. Ana endi minus y ni u yoqqa bu yoqqa o'tkazib to'g'rilab yozib qo'ysam, y teng minus 2x plus 9 hosil bo'lar ekan. Mana. Ana keyin 6-inchisida bir nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Demak, 6-inchisi. Mana tasavvur qiling, endi 3 u 4 nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chiring desa, bu x albatta. E'tibor bering, x ni joyiga men 2 minus x yozishim kerak. Demak, men hozir x ni joyiga 6 minus x yozaman. 6 qayerdan chiqdi desa, 3 ni 2 ga ko'paytirdim. Bunda esa 8 minus y yozaman. Ana endi buni funksiyadagi x ylar joyiga qo'yib chiqaman. Qarang, y ni joyiga 8 minus y yozdim. 2 ning joyiga esa 6 minus 2 yozamiz. 2 ko'paytirilgan 6 minus x minus 5. Endi buni ham almashtirib yozib qo'yadigan bo'lsak, 8 minus y teng 12 minus 2x minus 5. Ana endi minus y u yoqqa qo'yganlar bu yoqqa o'tkazib yuborsak, y teng 2x mana bu 7 bo'ladi. Bu tomonga o'tsa 1 qolar ekan. Mana bu funksiya hosil bo'lar ekan. Xo'p. 7-inchisi. Bizda vektor bo'yicha parallel ko'chirish. Demak, tasavvur qiling, a vektor berilgan, koordinatalari minus 2u minus 5. Men ataylab manfiy son oldim. Sababi mana bu yerda yaxshilab tushuntirish uchun. E'tibor bering. Y dan y 0 da ayiramiz. Bizda mana bu x 0, mana bu y 0. Y dan men minus 5 da ayirsam, bu plus 5 bo'lib ketadi. Ya'ni y plus 5 barobar 2 ko'paytirilgan. X dan x 0 da ayirsam, mana bu minus 2 imiz plus 2 bo'ladi. Ya'ni x plus 2 minus 5. Buni ham qavslarni ochib, o'ngga chapga almashtirib qo'yadigan bo'lsak, y teng mana bu 2x bo'ladi, plus 4 bo'lsa minus 1 minus 6. Mana bu funksiya hosil bo'ladi. Va 8-inchisi qoldi. Bizda funksiyani a1lik oldinga, a1lik ya'ni ox o'quv bo'yicha a1lik oldinga, a1lik chapga, bu b1lik yuqoriga, b1lik pastga siljitish. Buni misolini mana bu yerda yozib ko'rsatamiz. E'tibor bering, 8-inchisida nima bor? Y teng 2x minus 5 funksiyamizni. Masalan, 3 birlik, mana 3 birlik 10 ga, ox bo'yicha albatta 10 ga. 3 birlik 10 ga siljitish uchun mana bu x joyiga x minus 3 yoziladi. Mana shu joyga e'tibor bering, x minus 3. Shunda funksiya y teng 2 ko'paytirilgan x minus 3 minus 5 ko'rinishiga keladi. Qavsni ochib yuboradigan bo'lsak, 2x minus 11 bo'ladi. Mana bu funksiya, bu funksiyani 3 birlik 10 ga siljitilingan. Agar shuni 3 birlik chapga desa, mana 3 birlik chapga desa,
Chapga deyilganda nima qilinishi kerak? X plus 3 qo'yilishi kerak. Mana x plus 3. Demak, x plus 3 ni x ta joyiga qo'yadigan bo'lsam, y teng 2 ko'paytirilgan x plus 3 minus 5 hosil bo'ladi. Buni qavsini ochib o'tirmayman. U qavs ochish muammo emas. Endi y bo'yicha siljiting deganda b1lik yuqoriga ko'tarish, prosta qo'shib qo'yasiz. Ya'ni y teng 2x minus 5 funksiyani hop 2 birlik deylik. 2 birlik yuqoriga. Demak, men yuqoriga ko'taryapman. 2 birlik yuqoriga ko'tarishim uchun y teng mana 2x minus 5 ni yozaman. Bu bizda mana bu fx bu, mana bu fx. O'shanga 2 ni qo'shib qo'yaman. Demak, 2 ni qo'shdik. Endi bu qanday ko'rinishga keladi? Y teng 2x minus 3 ko'rinishiga keladi. Xuddi shunday 2 birlik pastga desa, pastga albatta bular o y o'qi bo'yicha ketdi. Mana bundan past o y. Biz nima yozamiz? Y teng 2x minus 5 funksiyadan keyin minus 2 yozib qo'yaman. Bunda y emas, teng 2x minus 7 ko'rinishiga keladi. Xo'p, demak, mana bu yerda e'tibor bering. Men 8 ta holat ko'rsatdim, 8 ta formula va 8 ta misol. Bular yordamida siz ertaga milliy sertifikat bo'ladimi, DTM bo'ladimi, attestatsiya bo'ladimi? Xullas, qayerda funksiya mavzusi kelib qolsa va shunaqangi savolga duch kelib qolsangiz, videoni qayta ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Agar kimdadir muammo va savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlarga yana ham osonroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Bizda yana bitta narsa qolib ketdi. Bu bo'lsam funksiyaning teskarisi degan narsa bor. Ya'ni teskari funksiya nima degani? Teskari funksiya mana 9 deb yozib qo'yamiz. Y teng x ga nisbatan simmetrik ko'chiring deydi ba'zi savollarda. Y teng x ga nisbatan simmetrik ko'chirish biz teskari funksiyani topishni nazarda tutayotgan bo'lamiz. Ya'ni y teng fx funksiyamiz mana bu bo'yicha simmetrik ko'chganda x teng fy funksiyaga aylanadi. Ya'ni teskari funksiyaga aylanadi. Bu teskari funksiyasi qanday topiladi? Biz hozir x ni topsak yetarli. Ya'ni x teng y plus 5 taqsim 2. Mana bu joyda e'tibor bering. Teskari funksiya hosil bo'ldi. Buni ko'pincha mana bunaqa yozamiz. Ya'ni y ning minus 1 darajasi bu teskari funksiya degani. Bu yoqqa x qo'yib qo'yamiz. X plus 5 taqsim 2. Mana bu ifoda y ning x ga nisbatan simmetrigini toping desa ishlanadi. Demak, bizda mavzumiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Yana qaysi mavzuni oson qilib tushuntirib berish kerak bo'lsa, yozib qoldiring. Biz albatta u mavzuni ham o'tib beramiz.